Hozir mana akam XR sotgan olib keluvdilar. Hozir bir qiziq voqeaga duch kelib qoldik. iPhone Samsung M12 telefoni. Buni yonishini qaraydi. Mana haligacha tiri eng qizig'i qaraydi. Mana sensorlari ham ishlab turibdi-da, bor. Samsung alyuminiy telefonlar chiqargan-da mana. Bitta misol. Hozir mana ekranni oq bo'lgan hamini qaranglar. Vashe-yu. Shu holatda yana ishlayapti telefon bor. Mana qaranglar, o'ynalari sinib ketgan. O'ynalari ko'tarilib, mana ham ekran, mana ham ekran. O'ynasi polibom sinib, mana ham ochilib qo'yganda. Shu telefon ishlayapti. iPhone zo'r deyishadi yana, qaranglar. Qanaqasiga u? Qanday deydi uni, qanday? iPhone'da shunaqa bo'lsa, chochilib ketgan bo'lardi kamida. Shuning uchun hech kimda Samsung olib tutish kerak aniq iPhone olgandan ko'ra. Samsungdan zorlashmaydi buni.